bechoralarning holidan xabar oladigan odam bor. Masalan men. O'tir joyingga. Endi Qo'ziboyev Furqat. Domla berilgan mavzu bo'yicha tayyorgarlik ko'rib keldi. Eshiting. Sokin tun, angladim bugun. Seni yo'qotdim butkul. Qo'ziboyev, bu axir ummoni qalamiga mansub she'r-ku. O'tir ikki. Bugungi mavzuga hech kim tayyorlanib kelmabdi. Sinfkomimizdan bir chiroyli mavzuga ochish eshitamiz, ha, Nazirova? Mandarinni Bo'ldi, jim. Ha? Sinfkomimizdan temada ekanlar-ku, ha? Uzr, domla, men bugungi mavzuga moslab Furqatga atvet qilib she'r yodlab keldim. Aytib beravering. Bu sinfga nima bo'lgan o'zi? Mayli, hammaniki eshitmasam ham siznikini eshitaman, Nazirova. Sevgilim sevgimga iqror bo'lmadi. Sevgilim yor vafodor bo'lmadi. Sevgilim. 9 yilda bunaqasini deb o'ylamadim. Axir bugungi mavzu sevishganlar kuniga baloqmi? Bugun axir buyuk bobo kalomimiz Saxiruddin Muhammad Boburning tug'ilgan kuni. Sinfim komediya, mavzuni bilmaydi-ya. Ikki qo'ysam yig'laydi-ya, vachacha. Bugungi mavzu estiramish ketdi-ku. ChatGPT 14-fevral qanaqa bayram edi? Bugun sevishganlar kuni ekan bugun. I love you, pay love you deb odam yezib yubordilar bilan.